Assalomu alaykum hurmatli dehqonlar. Mana bugun biz Xudo xolasa Vodiyga keldik, Andijonga, Buloqbosh tumaniga. Mana paxtani juda zo'r yetkazgan. Paxtani bo'yi eng balani 70, eng pasti 40 sm. Hosil juda zo'r ekan. Mana o'rtacha mana 50 sm paxta o'rtacha. Hosilni sanaysiz uni. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 da 15 16 17 da 18 19 20 21 23 25 da 26 da to'liq ko'rangni o'zi. Katta ko'rang o'zi 26 ta, ya'ni gulidan tashqari. 15 ta bu mana unchasi. Sanalmagan unchasi 15 ta. 15 ta guli bor holi. 15 ta mana unchasi. Malades dehqonlar, tajriba almashish uchun Vodiyga Buloqboshiga tashrif buyurdik. Mana dehqonlar bilan tajriba almashyapmiz. Paxta yo'nalishiga, sabzavot mahsulotlari yo'nalishiga. Kanalimizni kuzatishga davom eting. Dehqonchilikka qiziqsangiz, dehqonchilikka oid ma'lumotlarni guruhimizga tashlab boramiz. Sog' salomat bo'linglar. Bugungi sabzi 2026-yil 15-iyun. Mana aka, teraklarni qarang mana. Mana dala chetlariga mana terak, tuttaraq mana aka o'ralgan hamma yo'g'i. Mana aka. Mana sharoit dala maydoniga. Mana aka atrof tevaraklari.